Juda ko'p beriladigan savollardan biri Forex bilan P2P ni aka taqqoslab bering, nima farqi bor deyshadi. Hozir shuni ko'rsatib beraman. Forex P2P depozit qo'yiladigan summamizni $10,000 dan ikkoviga bir xil. Riski Forexda 90%. Buni ishlaydigan bolalarning juda ham ko'pi biladi, juda ham ko'pchilik minusga yo'qotgan, chunki bu yerda juda katta risk. Mana bu qo'yilgan depozit ham yo'qolib qolishi mumkin. P2P'da depozit $10,000 bo'lgani bilan risk 20%. Risk imanda 20% bu nimada? Ko'pincha o'g'irlangan pullar tushadi. Elida chek falshiviy bo'ladi. O'shandan yo'qotish mumkin. Atak unaqa ko'p riski yo'q. Обязательно ikkoviga ham bilimi bo'lsa. Ana endi ishlash vaqtiga keladigan bo'lsak, bu yerda ko'p zelkalar ochilishiga kamida 12 soat 24 soat vaqt ketadi. Libo bozor analiz qilinishi kerak, libo kuni bilan telefonda turib zelka ochish kerak. P2P'da unaqa ko'p vaqt ketmaydi. 1-2 soat vaqtingiz ketadi. Zelkani bitta ochdingiz, sizga sotuvchi kirdi, sotib oldingiz, elida qaytib boshqa joyga olib sotdingiz, shundan daromad qildingiz, и все. Ko'p vaqtingiz ketmaydi. 1 soat 2 soat vaqt olasiz, bo'ldi. Pribilingizni qilasiz, bozordan chiqasiz, qolgan ishingizni qilib ketsangiz bo'ladi. Daromadi, konkretniy daromad Forexda yo'q, chunki mana bu qo'yilgan depozit aytganimdek yo'qolishi ham mumkin. И также o'sha depozitga masalan eng professionalman degan traderlar ham bir oyiga 5-10% daromad qiladi. 5-10% eslaringizdan chiqarmaydi. Maksimum bozor yaxshi berib qo'ysa 20% daromad qilishi mumkin. U ham professional bo'lsa, u 10 yillik, 15 yillik tajribasi bo'lsa. P2P'da daromad 20-40%, oylik daromad 20-40%, kuniga 1% dan 2-3% gacha ishlashi mumkin. Depozit $10,000 bo'lsa, ko'proq daromad qilsa bo'ladi. Depozit 100,000, 200,000, уже $1 million bo'lsa, shunchalik foyda pastga qarab tushib ketaveradi. Chunki eng главныйsi pulni безопасностьligi, чтобы o'sha qo'yilgan depozit yo'qolmasligi. Foydalanib qolinglar. Kommentariyada yana savollaringizni yozib qoldiringlar. Nima sizlarga ko'proq qiziq, shunga qarab men savollaringizga javob berib o'taman.